Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim birinci qism. Kitabut Tahara. Taharetning kitabi. 104. bab. Fazlul vudu. Taharetning fazilati. 487. hadis. Abu Malik Eş'ari radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Taharet imanning yerimi. Yani taharet namazning yerimi yoki tashqi poklik, ichki poklikning yerimi yoki darajasi. Mukofot ko'payib imanning yerimi atang bo'ladi. Elhamdülillah mizanni tollaydı. Subhanallah ve elhamdülillah asman zemin arsın tollaydı. Namaz nurdur. Sadiqa zakat hüccettir. Sabra yoruqluqtur. Kur'an senin menfaatin üçün yoki ziynin üçün hüccettir. Barliq insonlar atdiganda sharkatga atlanadi. O'zini bozorga solib sotadi. Yoki o'zini azod qiluvchi bo'ladi, yoki o'zini aloq qiladi. Ahmad, Muslim, Tirmizi. 105. bab. Vücubut tahara lis-salat. Taharetning namoz uchun vojib bo'lishi. 488-489 hadis. Ibn Ömer, Anas, Abu Bukrat, Valid radhiyallohu anhulardan Ibn Ömer Ibn Amirning kesilini so'qib berganda u: "Ey Ibn Ömer, men uchun Alloh xudo qilib qo'ymamsan" dedi. Ondan Ibn Ömer: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning munofiqligini olgan edim. Alloh taolo namozni taharatsiz qabul qilmaydi. Sadiq ihsonni xiyonatdan, haromdan qabul qilmaydi. Sen bu chog'da Basrada vali eding" dedi. Muslim, Nasai, Abu Davud, Ibn Majah. 490. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlarning tahorat sinib ketsa, qayta tahorat qilib namoz o'qimoqcha, Alloh uning namozini qabul qilmaydi. Chunki namoz tahoratsiz qabul bo'lmaydi." Beyhaqi, Abu Davud, Tirmizi. 106. bab. Sifatul vudu ve kemalahu. Taharetning sifati ve kamil bo'lishi to'g'risida. 491-492 hadis. Osman radhiyallohu anhu suv keltirib tahorat ilib, ikki qo'lini 3 qatim yuvib, ondan og'zi burniga suv ilib, ondan yuzini 3 qatim yuvib, ondan ikki qo'lini jaynik bilan qo'shib 3 qatim yuvib, ondan beshiga masih qilib, ondan ikki qatim ovosh bilan qo'shib 3 qatim yuvib, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mening mushu tahoratimga o'xshash tahorat olganligini ko'rgan edim. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kim mana mushundoq mening tahoratimga o'xshash kamil tahorat olsa, ondan 2 rakat namoz o'qisa, bu 2 rakat namoz ichida nafsi bilan narsani paydo qilmasa, rahbarlik o'tkazmasa, ya'ni bu dunyoni xayol qilmasa, har xil xotirlarni tushmasa, u kishi uchun burun qilgan barliq gunohlar mag'firat qiladi." Ibn Shihab mundaq deydi: "Ulamolarimiz mana mushundoq tahorat ilish kishining namoz oladigan tahoratining eng kamilroqidir" dedi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Abu Davud. 107. bab. Taharatning fazilati va uningdan keyingi namoz o'qish. 493, 494, 495 hadislar. Osman radhiyallohu anhu masjidning maydonida edi. Asr vaqti bilan muazzin keldi. Ondan o taharat suvi keltirib, taharat ilib, Alloh bilan qasamki, men sizlarga bir ayt so'zlab beray. Agar Allohning kitobida biz nozil qilgan ro'shan oyatlarni hidoyat yo'lini yo'shirgan kishilar degan oyat bo'lgan bo'lsa, men bu oyatni so'zlab bermagan bo'lardim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biror musulmon kishi tahoratni yaxshi, kamil ilib, ondan namoz o'qisa, u kishi uchun shu namoz bilan bu namozga yaqin bo'lgan yana bir namozning orliq gunohlari mag'firat qilinadi. Ya'ni tahoratni kamil olsa, ikki namoz orasidagi gunohlar mag'firat qilinadi" dedi. 496. hadis. Osman radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Har qanday bir musulmon kishiga farz namoz hozir bo'lib qolsa, ondan u tahoratni kamil yaxshi olsa, namozning ruku, sajdalarini xushuini Allohdan qo'rqib, ayminib o'qishni yaxshi qilsa, bu namoz u kishining burun qilgan barliq gunohlariga kaforat bo'ladi. Gunohi kabira kelmaganlar bo'lsa, uning gunohlarini o'chirib tashlaydi. Bu fazli rahmat butun zamonda bordir. Ya'ni menga shunday bo'lib turdi." 497. hadis.
Osman radhiyallohu anhu tahorat olgandan keyin kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tahorat to'g'risida nurg'un narsalarni so'rashadi. Men uning nima ekanini bilmayman, lekin men Rasulullohning mening shu tahoratimga o'xshash tahorat elib, ondan o'zining tahoratiga ishorat qilib turib, bundoq deyilgan ko'rgan edim. Kim shundoq kamil tahorat olsa, u kishi uchun burun qilgan gunohlari mag'firat qilinadi. Uning namozi masjidga mangshi bo'lsa, uning uchun ziyoda bo'ladi. 498 hadis. Osman radhiyallohu anhu kishilar o'ltirilgan joyi tahorat qilib bundoq degan. Men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahoratini ko'rsatib qo'ymaymi deb ikki qitimda yuvib tahorat olgan. Bu joyda nurg'un sahobalar bor edi. Muslim. Xulosa bir qatim yuvish farz, ikki qatim yuvish sunnatdir. 499 hadis. Osman radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namozidan qaytganimizda bundoq degan. Bir narsani so'zlab berishimni yoki jim turishimni hech bilmadim. Siz ey Allohning elchisi, agar u yaxshi narsa bo'lsa so'zlab bersizlar, agar unda bo'lmasa Alloh va Allohning elchisi alim desak, bundoq dedi. Har qanday bir musulmon tahorat elib, Alloh uning farz qilib bitgan yaxshi tahoratni yaxshi kamil qilib, ondan mushu 5 namozni kamil o'qisa, uning bu ishi shu 5 namozlar orasidagi barliq gunohlarga kafaratdir. Günahlarını öçürüldü. 500. hadis. Osman radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Kim tahoratni Alloh buyurganini kamil edib namoz o'qisa, farz bo'lgan 5 vaqt namoz orliqdagi gunohlarga kafaratdir. Muslim, Nasai, Ibn Majah. 501. hadis. Osman radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kamil tahorat olgandan keyin bundoq degan. Kim tahoratni ana shundoq kamil olsa, ondan masjidga chiqsa, uni masjidga boshqa kishi emas, faqat namozda chiqargan bo'lsa, u kishiga burun gunohlari mag'firat qilinadi, xatoliklari kechiriladi. 502. hadis. Osman radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Kim namoz uchun tahoratni kamil elib, ondan farz namozga mangsa, u namozning kishilardan biri masjidda o'qisa, Alloh u kishining gunohlarini mag'firat qiladi. Ahmad, Muslim, Nasai. 108. bab. 503. hadis. Enes Ebu Hureyre radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. 5 vaqt namoz juma, yana bir jumagacha gunohi kabir bo'lgan cho'ng gunohlardan yiroq bo'lsa, orliqdagi gunohlarga kafarat bo'ladi. Yana tafi 3 kun ziyoda kafarat bo'ladi. 504. hadis. Ebu Hureyre radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. 5 vaqt namoz juma, yana bir jumagacha orliqdagi gunohlarga kafarat bo'ladi. 505. hadis. Ebu Hureyre radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. 5 namoz jumagacha, Ramazongacha cho'ng gunohlardan yiroq bo'lsalar, hozir qilsalar, orliqdagi gunohlarga kafarat bo'lib ujratadi. Ya'ni kichik gunohlarni Ahmad, Muslim, Tirmizi. 109. bab. Tahoratdan keyingi mustahab zikri. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Har qanday bir musulmon tahorat edib, tahoratni yaxshi kamil qilib, ondan o'rnidan turib 2 rakat namoz o'qisa, u bu namozga dili bilan yuzi, ya'ni barliq vujudi bilan ozma qilsa, u kishi uchun jannat vojib bo'ladi. Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Sizlardan kim tahoratni yaxshi elib, ondan guvohlik beramanki, yakka yegona bir Allohdan boshqa haq iloh yo'q, Allohning sheriki yo'q. Haqiqatan Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandasi va elchisi. Ey Allah, meni tövbe qiluvchilardan qilsizlar, meni har jihatdan pokiz bo'luvchilardan qilsizlar desa, bu kishiga jannatning 8 eshigi ochiladi. U jannatga o'zi xohlagan eshikdan kiradi. 110. bab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahorat to'g'risida. 508, 509, 510, 511 hadislar. Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuga sen bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning olgan tahoratidek tahorat elib bergin deyildi. U qachib tahorat suyini keltirib, qachidan qo'liga suv qo'yib, ikki qo'lini 3 qatim yuvdi. Ondan qo'lini qachiq silib suv elib, bir alqon suv bilan og'zi burnini chayqadi. U shu ishni 3 qatim qilib, ondan qo'lini qachiq suv elib, qachiq silib suv elib, yuzini 3 qatim yuvdi. Ondan qo'lini qachiq silib suv elib, ikki qo'lini ikki joyiniga bilan qo'shib, 2 qatimda yuvib, ondan qo'lini qachiq silib suv elib, qo'lining old orqasi bilan beshiq masih qildi. Ondan 2 qutni osh bilan qo'shib yuvdi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning olgan tahorati ana shundoq edi dedi. Yana birda ondan 2 qo'lining old orqasi bilan beshiq masih qildi. Masihni beshining old tarafidan boshlab, ondan qo'lining
Qo'lini beshining ustidan gardiniga chopirib, andin ikki qo'lini alqonning orqasigacha beshining yan tarafidan masjidni boshlagan o'rniga qaytirdi. Andin ikki putini yuvdi. Yana birida 3 alqon suv bilan og'iz burnini 3 qatim chayqadi. Yana bir rivoyatda andin bir alqon suv bilan og'iz burnini chayqadi. U shu ishni 3 qatim qildi. Va Buxoriyning rivoyatida qo'lining old orqasi bilan beshiq bir qatim masih qildi. Andin ikki putini o'shiq bilan qo'shib yuvdi. Yana bir rivoyatda bir alqon suv bilan og'iz burnini 3 qatim chayqadi deyilgan. Buxoriy Muslim. 512 hadis. Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday tahorat oldi deyildi. U tahorat suyini chaqirib, qo'liga suv qo'yib, ikki qo'lini 2 qatim yuvdi. Andin og'iz burniga 3 qatim so'ylab, burnini 3 qatim yuvdi. Andin ikki qo'lini ikki yaynik bilan qo'shib 3 qatim yuvib, andin ikki qo'lining old orqasi bilan qo'lidan oshgan suvdan boshqa yangi suv bilan besh masih qildi. Masihni beshining old tarafidan boshlab, andin qo'lini beshining ustidan gardiniga chopirib, andin ikki qo'lini alqonning orqasigacha beshining yon tarafidan masihni boshqa o'rniga qaytirdi. Andin ikki putini yuvdi. Malik, Nasai, Abu Dawud. 111-bob. Og'zi burniga suvni taq ilish. 513 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar istinjo qilsa, ya'ni hojatdan keyin avratini tozalasa, taq qilsin. Tahorat olganda burniga suv ilib, suvni teshib chiqarsin." 514 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar tahorat olganda burniga suv ilib, suvni teshib chiqarsin. Istinjo qilsa, ya'ni hojatdan keyin avratini tozalasa, taq qilsin." Malik, Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasailar. 515-516 hadislar. Abu Hurayra Abu Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kim tahorat olsa, burniga suv olsin. Kim istinjo qilsa, taq qilsin." Ahmad, Buxoriy, Muslim, Bayhaqi, Nasai, Ibn Majah. 517 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar uyqusidan uyg'onganda kichik tahorat edib, burniga 3 qatim suv olsin. Chunki shayton uning burnini qo'lladi." Jabir radhiyallohu 518 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar istinjo qilsa, atir ishlatsin. Biringlar istinjo qilsa, atir ishlatsa, taq qilsin." Muslim, Ahmad. Hadisning ma'nosi istinjoda taqchalni tutish, taq tozalash. 112-bob. İki putini kamil yuvishning vojibligi. 519, 20, 21, 522 hadislar. Abdurrahman radhiyallohu anhu kelib, Oysha radhiyallohu anhaning yanida tahorat eluvdi. Oysha radhiyallohu anha: "Ey Abdurrahman, tahoratni kamil olgin. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahorat olganda yuvilmay qolgan chala topallarga do'zax o'tidan vaydur degan olgan edim" dedi. 523, 524, 525 hadislar. İbn Amru Abu Hurayra radhiyallohu anhudan biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bilan birga Makkadan Madinaga qaytishcha yo'l bo'yidagi suv bor joyda o'tib qoldik. Biz ularning qishga yetib qolganda asr vaqti bo'lg'achqa kishilar oldirishib nihoyat siz tahorat qilayotgan ekan. Suv tegmaganlikdan ularning to'polari farqab turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ko'rib bunday degan: "Tahorat olganda yo'lmay qolgan chala to'pollarga do'zax o'tidan vaydur. Tahoratni kamil qilinglar." 526 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahoratda ikki topinni yuvmagan kishini ko'rib, tahorat olganda yuvilmay qolgan chala topallarga do'zax o'tidan vaydur dedi. 527, 528 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan u tahorat elayotgan kishilarni ko'rib, tahoratni kamil qilinglar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat olganda yuvilmay qolgan chala topallarga do'zax o'tidan vaydur degan dedi. 113-bob. Tahorat olganda yuvilgan a'zolarning hammarini to'liq yuvishning vojibligi to'g'risida. 529 hadis. Jabir radhiyallohu anhu bunday deydi: "Menga Umar radhiyallohu anhu bunday xabar qildi. Bir kishi tahorat elib qadami ustida tiymoqning o'rnashlik joyini yuvmay qo'yib qo'ydi. Ondan uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rib qolib, "Sen qaytib berib tahoratni yaxshi kamil olgin" dedi. U kishi qaytib berib kamil tahorat elib, ondan namoz o'qidi. 114-bob. Xatoliklarning tahorat suvi bilan chiqib ketishi. 530 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Musulmon yoki mu'min banda tahorat elib yuzini yuvsa, yuzidan ko'zi bilan qaragan har qanday xatolik suv bilan yoki oxirgi bir tomchi suv bilan chiqib ketadi.
İki qo'lini yuvsa, u qo'l bilan tutgan har bir xatoliklar qo'lidan oxirgi bir tomchi suv bilan birga chiqib ketadi. Ikki putini yuvsa, ikki puti bilan mang'an barliq xatoliklari suv bilan birga chiqib ketadi. Toki u gunohdan poklangan qadar shundoq bo'ladi. Malik, Shafiy, Muslim, Termiziylar to'plagan. 531 hadis. Osman radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kim tahoratni yaxshi ham kamil olsa, uning xatoliklari jasadlaridan, hatto uning tirnoqlarining ostidan chiqib ketadi. Ahmad, Buxoriy, Muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim 1-qism 115-bab. Tahorat olganda qashqiliq nurini uzatishning mustahabligi to'g'risida. 532 hadis. Nuaym mundoq deydi: Men Abu Hurayra radhiyallohu anhuning tahorat olganda yuzini kamil yuvib, ikki qo'lini qo'ltiqgacha, ikki putini pochoqlarigacha yuvganini ko'rdim. Ondan u men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq tahorat olganini ko'rgan edim va mundoq degan: Sizlar tahoratni kamil olganlardan qiyomat kuni a'zolaringlar nurliq at qaşqısdak nur belgi bilen kelsizler. Kimki sizlerden nurine qaşqıdak nur belgisini uzatış qadir bulan şundak bolsun. Başlar bu tırnak işitki sözmü sahih dese, Albani muşu ahir söz zayıf degen. 533 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Haqiqatan mening ummatim qiyomat kuni tahoratning asar izlaridan qaşqılık nurliq belgilik chaqirildi. Nurni uzatish qodir bo'lgan kishi shundoq bo'lsin. Beyhaqi, Buxoriy, Muslim. 534 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Haqiqatan mening avzi kavsarimning kengligi Yamanniki Adni degan shahardan boshlab Misr bilan Sham arasida Aylat shahar degan shaharning yiroq bo'lgan kengligidanmi kenglidir. Albatta, uning suvi qordan sutdan oqroq, asaldan tatliqroq, uning qochlari jamlari yulduzlarning sonidan ko'pdir. Haqiqatan men ba'zi kishilarni xuddi kishi boshqalarning tugisini o'z ko'zlaridan to'sgandek kavsardan to'saman. Sahobalar shu kuni bizni toniy olamlar deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: albatta sizlarni taniyman. Sizlar uchun barliq ummatlardan hech kim bo'lmagan oil belgi alomat bor. Sizlar mening avz kavsarimning ustiga tahoratning asarlaridan otning qashqidak nurliq belgi bilan kelisizlar dedi. 535 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Ümmetim avzi kavsar bo'yida qashimga keladi. Men bo'lsam ba'zi kishilarni xuddi kishi o'z tugillaridan boshqa kishining tugisini to'sib turgandek bu ko'zini to'sib turaman. Ular: "Ey Allohning payg'ambari, sizlar bizni toniyalamlar?" deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq: "Men toniya olmayman. Sizlar uchun sizlardan boshqa hech kishilarda bo'lmagan belgi alomat bor. Sizlar menga tahoratning asarlaridan nurliq, boshqa nurliq holat kelisizlar. Sizlardan bir toif kishilar mendan to'sib qilib, mening qashimga kelolmaydi. Men ey Rabbim, ular mening sahobalarim edi deyman. Ondan menga bir farishta javob berib, mundoq deydi: Ularning sendan keyin qandaq narsalarni, qandaq bidatlarni paydo qilganligini sen bilamsan. Boshqa xotirda ular sendan keyin muhtoj bo'lib ketgan deyiladi. 536 hadis. Bu hadisni Muslim, Ibn Majalar, Uzayfa radhiyallohu anhudan to'plagan bo'lib, yuqorqisiga o'xshashdir. Mazmuni Kevser shundoq keng, qochlari ko'p, suvi sutdan oq, asaldan tatliq, ba'zi kishilarni to'sib turman, sizlar nurli kelsa degan. 537-538 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qabristonga kelib mundoq degan: Assalomu alaykum ey mu'minlar oilasi. Haqiqatan bizmi Alloh xolisa sizlarga pok yaqinni qo'shilamiz. Qarindoshlarimizni ko'rishimizdan bakma orzu qildik. Sahobalar: Biz sizning qarindoshlar emasmi deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Balki sizlar mening sahobalarım, amroqlarim. Bizning qarindoshlarimiz bundan keyin kelganlardir dedi. Ular ummatlardan tek kelmagan, undan keyin kelgan kishini qanday to'ylar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga qanday qaraysizlar? Qanday boqinglarchi? Agar bir kishining qashqiliq nurliq yuzida putlarda qashqi nur bor eti bo'lsa, boshqa otlar to'n qora belgisiz qashqisiz otlar orasida bo'lsa, bu kishi o'zining qashqiliq etini taniyolmasmi? Ular albatta taniydi deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Haqiqatan mening ummatim qiyomat kuni tahorat asarlaridan nurliq qashqiliq keladi. Men ularni havzi kavsar bo'yi saqlab turaman, taniyman. Agah bo'linglarki, o'zi turkum kishilar o'zi ko'zimdan xuddi ezib qolgan ozg'in egisi yo'q tuga aytilgandek aytilib ayrilib ketdi. Men ularni bu yoqqa kelinglar deb to'layman. Anda menga ular sendan keyin dinni yetkazdi deyildi. Anda men undoq bo'lsa, ular alak bo'lsin, rahmat yiroq bo'lsin, alak bo'lsin deyman.
Malik, Şafii, Ahmed, Muslim, Nesai, İbn Majah. 116 bab. Nurdan bolgan zinnet buyumlarining tahorat suyi yetgan joyiga yetish to'g'risida. 539 hadis. Abu Azim mundaq deydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu tahorat elayotganda men uning orqasida turgan edim. U qo'lini qo'ltiqqa ochdi. Men unga ey Abu Hurayra, bu qanday tahorat desam, u menga ey bani Puvvah. Sizlar mush joyda bormadinglar. Agar sizning bu joyda ekanligingizni bilgan bo'lsam, bunday tahorat olmaydim. Men yaqin do'stim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan olgan edim. Mo'minning nurdan bo'lgan zinnat buyumlari tahorat yetgan joyiga bo'ladi. Nag suv yetsa shu joyga nur zinnat yetadi. 117 bab. Mushaqqatli tog'larda tahoratni kamillashning fazilati. 540-541 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Men sizlarga Alloh taolo xatoliklarni o'chiradigan darajadan yuqori ko'taradigan narsani ko'rsatib qo'yaymi?" Ular bo'ladi ey Rasululloh dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u bo'lsa-mu mushaqqatli chog'larda tahoratni kamillalish, masjidlarga ko'p berish, namozdan keyin yana bir namozga intizor bo'lib saqlash, ana shu Alloh yo'lida tayyor bo'lib turishdir. Ana shu Alloh yo'lida jihad tayyorlab qilgan kishdir. Bu ribat tayyorlik sura Al-Imronning oxirida bor. Malik, Ahmed, Muslim, Nasai, Tirmizi. 118 bab. Misvak serish to'g'risida. 542 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Agar men ummatlarimga jafo mushaqqat sabab qo'ymaydigan bo'lsam, albatta men ularni namozni kechiktirib o'qishga, har bir namozga misvak serish qo'yadigan bo'lardim." Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasailar. 543-544 hadis. Shurayh bunday deydi: "Men Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyiga kirsa, qaysi narsa bilan boshlaydi deb so'rasam, u menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyiga kirsalar, misvak serish bilan boshlaydi dedi." Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah. 545-hadis. Abu Musa radhiyallohu anhudan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qashiga kirsam, misvakning bir tarafi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tilining ustida turar ekan. 546-547 hadis. Uzayfa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi tahajjud namozi o'qish uchun tursa, og'zini misvaklash bilan tozalaydi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah. 548-hadis. Uzayfa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi turganda og'zini misvak silib tozalaydi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah. 549-hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonida bir kech uxlabdi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechining oxirida uyg'onib turib, misvak silib, tahorat ilib, sirtga chiqib osmonga qarab, shubhasizki osmonlarning va zaminning yoritilishida, kecha bilan kunduzning nurlanib turishida aqlligingiz uchun albatta ro'shan dalillar bor degan oyatni suraning oxirida o'qidi. Ondan turib qiyom, ruku, sajdalar nihoyat uzun qilib 2 rakat namoz o'qidi. Ondan namozdan qaytib to'lab ketganga qadar qildi. Ondan shuni 3 qatim qilib 6 rakat namoz o'qidi. Har qatim misvak silib tahorat qilib, ana shu oyatlarni o'qiydi. Ondan 3 rakat bilan vitr o'qiydi dedi. Mishkatning 195-hadis. 119-bab. Hasalul fitra. Qadimkilardan boshlab qilingan sunnatlar. 550-551-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Qadimki sunnatdan hozirgi sunnat hisoblangan 5 narsa bordir. Qatni qilish, avrat tukini tozalash, burutni qirqib turish, tirnoqni elish, qo'ltiq tukini elish." Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi. 552-hadis. Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: "Bizga burutni qirqib turish, tirnoqni elish, qo'ltiq tukini elish, avrat tukini tozalashda 40 kundan ortiq tark etmasligimizga vaqt bekitildi. Ya'ni bu tozalaqlarni vaqtida qilishimiz, birer oyga tashlab etmasligimiz sunnat qilib bekitildi." 553-554-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Burutni qirqib elib turib, soqolni to'liq ta'mir qilinglar." 555-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Mushriklarning xilofida qarshi ish qilinglar. Burutni qirqib elib turib, soqolni to'liq ta'mir qo'yinglar." Buxoriy, Muslim, Bayhaqi. 556-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Burutlarni elib turinglar, soqolni kamil uzun qo'yinglar. Majusiylarning xilofida ish qilinglar. Majusiylar burutlarni yogab uzun qo'yadi. Soqoli yo'q edi.
557, 558 hadis. Ayşe radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Burunqi payg'ambarlarning sunnatlaridan 10 ish bordir. Ular bizga sunnatdir. Birinchi, burutni qirqib turish, ikkinchi, soqolni kamil to'lib qo'yish, uchinchi, misvak tilish, to'rtinchi, og'zni burnni silish, beshinchi, tirnoqlarni elib turish, oltinchi, barmoqlarning bo'g'imlarini qatlashib tutilib qolgan joylarni yuvish, yettinchi, qo'ltiq tukini tozalash, sakkizinchi, avratni pak-pokiz tozalash, o'ninchi, istinjo qilish, to'qqizinchisini o'nincisini ravi unutib qolgan bo'lib, og'ziga suv elish degan. Ba'zilar boshqa sahih hadislar bilan dalillab xatmi qilish degan. Bu hadisni Muslim tahoratda, Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah nasihat sunnatida sahih. Bir qism olimlar Rabbim buyurdi degan hadisni dalillab soqol vojib degan. Ba'zilar kuchli sunnat degan. Bu hadisda sunnat deyilgan. Husayn rahimahulloh soqolni o'zgarsiz doim oldirgan kishi fosiq degan. 120-bab istinjo qilish to'g'risida. 559, 560 hadis. Salman radhiyallohu anhu mundaq degan: "Mushriklarning ba'zi zonglik masxar qilib, men mundaq dedi. Haqiqatan men sohibinglarning, ya'ni payg'ambarlarning sizlarga hamma narsani, hatto hojat qilish adablarini o'rgatib ko'rdim. Men uningga shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning cho'ng kichik da'vat qilganimizda qiblaga oldimizni ham orqamizni qilmasligimizni buyurgan, o'ng qo'limiz bilan istinjo qilmasligimizni buyurgan, kam degani 3 tash bilan istinjo qilish buyurib, uningdan kam bo'lib qolishni to'sgan, kiyzak sunnatlar bilan istinjo qilishni to'sgan" dedim. 561 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiyzak sunnatlar bilan istinjo qilishni to'sgan. 562 hadis. Abu Ayyub radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlar hojatxonaga cho'ng kichikda hojatga barsanglar, qiblaga ya'ni Ka'baga oldinglarni orqanglarni qilmanglar. Lekin qiblaning shimolida yoki janubida bo'lsanglar, sharqqa yoki qarab qaranglar. Ya'ni Ka'baning sharqqa yoki qarabida bo'lsanglar, janub yoki shimolga qaranglar." Abu Ayyub radhiyallohu anhu: "Biz Shomga borsak, hojatxonalar qibla tarafga oldiqilib silinibdi. Biz undan sal so'ngan turib tahorat qilib Allohdan mag'firat so'raymiz" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Shunday qilsizlar" dedi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'iy, Tirmiziy, Abu Dawud, Ibn Majah sahih. 563 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar tahorat hojat qildirsa, qibla oldinimi, orqasini qilmasin." 564 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu bunday deydi: "Kishilar hojat qildirsang, qiblaga va Baytul Muqaddasga oldinma qilma" deydigan. Men Hafsa radhiyallohu anhaning uyusiga ba'zi hojim uchun chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikki qishida qiblaga orqasini qilib, Sham Baytul Muqaddas tarafga oldin qilib hojat qilayotganini ko'rgan edim. Buxoriy, Muslim. 565 hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhu bunday deydi: "Men Hafsa radhiyallohu anhaning uyusiga ba'zi hojim uchun chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiblaga orqasini qilib, Sham tarafga oldini qilib hojat qilayotganini ko'rgan edim." Buxoriy, Muslim. Sheyx Muhsinini cheklash sahroda bo'lgan dedi. 121-bab. O'ng qo'l bilan istinjo qilishni cheklash to'g'risida. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar avratini o'ng qo'l bilan tutsin. Tahorat qilayotganda o'ng qo'l bilan tutsin. Hojatxonada o'ng qo'l bilan tozalasin. O'ng qo'li bilan istinjo qilmasin. So'l qo'lida qilsin. Qochining ichiga nafaslanmasin." Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar suv ichsa, qochining ichiga kirmasin. Hojatxonaga borsa, avratini o'ng qo'l bilan tutmasin. Shundaqla o'ng qo'l bilan tozalamasin." Buxoriy, Muslim, Tirmiziy to'plagan sahih. 567 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar xaloq kirsa, avratini o'ng qo'l bilan tutmasin." 568 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qochining ichiga kirishdan, avratni o'ng qo'l bilan tutishdan, o'ng qo'l bilan istinjo qilishni to'sgan. 122-bab. Tahorat olganda va boshqalardan o'ng tarafdan boshlash. 569, 570 hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat olganda, kechini taraganda, oyoq kiyganda, barliq ishlarida qodir bo'lishicha o'ng tarafdan boshlashni yaxshi ko'radi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim. Undan keyin 4 kitob to'plagan. 123-bab. Yo'llarga va soyga tahorat qilmaslik. 571 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kishilarning yo'liga va soylarni iborat asallam la'nat qilinishga sabab bo'lgan joydan azr qilib, u joylarga tahorat qilinglar." Muslim, Abu Dawud, Ahmad.
124 hadis. 124 bab. Çoğ taharet kılganda su bilen istinja qilishning ruxsati. 572 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaqdaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajat qilg'ili bir vaqt kirib ketdi. Bizning eng kichkimiz bo'lgan bir o'g'lan bilan birga ergashib, suvni elib bir tut daraxtning yonida qo'yib qo'ydi. Anda Rasululloh hajatini ado qilib, quloq qishini chiqib suv bilan istinja qildi. 573 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaqdaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajatxonaga kelsa, men va yana bir g'ulam, ya'ni Ibn Mas'ud qochida suv va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ostiga ilib qaratdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv bilan istinja qildi. Buxoriy Muslim. 574 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundaqdaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajat qilg'ili borsa, men qochib suv olib beratdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv bilan istinja qildi. 125 bab. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism 125 bab. İki ötükə məsəh qilish to'g'risida. 575, 576 hadis. Jarir radhiyallohu anhu tahorat edib, ikki ötükəyə məsəh qildi. Bununğa sen mushna qilamsan deyildi. O, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahorat qilib, ondan tahorat edib, ikki ötükəyə məsəh qilganini ko'rgan edim dedi. Ularni Jarirning bu hadisi bek mayron qoldirdi. Chunki Jarirning musulmon bo'lishi Sur Maidaning nazil bo'lishidan keyin edi. 577, 578 hadis. Ebu Musa suylik doğrusida qattiq so'ntiratdi. U shishining ichiga kichik darat qilatdi. Va Bani Isroillarning birasining terisiga suylik yo'qib qolsa, uni qaychi bilan kesibdi deydi. Huzayfa radhiyallohu anhu mundaqdaydi. Men uning bundoq qattiq qilmasini orzu qilaman. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edim. Rasululloh bir qavmning beg'aning orqasiga ajratxonaga kelib, xuddi biringlar hozir o'rtirgandek o'rtirib kichik darat qildi. Men sal yiroqlasam, menga yaqin kel deb ishorat qildi. Men yaqin kelib orqasida turdik. Ondan farigʼ bo'lib tahorat edib, ikki o'tkiga masah qildi. 579, 581, 580 ve 582 hadis, 583, 584, 585 hadisler. Muayyidet İbn Şu'bat radhiyallohu anhu mundaqdaydi. Rasululloh mundaqdaydi. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Tabuk urushida qatnashgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam subhdan burun tahorat qilish uchun ajratxona tarafdagi o'chqisliq chiqdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bir qachda suv olib olgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib kelganda men qachidan suv quyib berishga boshladim. Ikki qo'lini va yuzini yuvdi. Ustidan yo'ngdan ishlangan juv bor edi. Ikki bilkini ichiq tamshilida juvning yon to'rilishib, bo'lmishib qolib, qo'lini juvning ostidan chiqarib, juvni mo'rasiga tashlab qo'yib, ikki bilkini yuvdi. Ikkisiga va sallasiga masah qildi. Ondan sallaga masah qilish boshlaydi. Bor edi. Keyin tark etilgan dedi. Ondan men ikki o'tkini bosh tortib qo'yish tamshansam, uni qo'yib qo'y. Men o'tkimni tahoratga kelgan deb ikki o'tkiga masah qildi. Ondan bizga namoz o'qib berdi. Oxiri aslida 126 bab cheksiga va sallasiga masah qilish to'g'risida. 586 hadis. Mughayrat ibn Shu'bat radhiyallohu anhu mundaqdaydi. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Tabuk urushida qatnashgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam subhdan burun tahorat qilish uchun hojatxona tarafga ko'chib chiqdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bir qoshiq suv olgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib kelganda men qoshiqdan suv quyib berishga boshladim. Ikki qo'lini va yuzini yuvdi. Ustida yo'ngdan ishlangan juv bor edi. Ikki bilkini ichiq tamshiladi. Juvning yengi turlishib, bo'lmishib qolib, qo'lini juvning ostidan chiqarib, juvini mo'rasiga tashlab qo'yib, ikki bilkini yuvdi. Cheksiga va sallasiga masah qildi. Olimlar sallaga masah qilish boshida bor edi, keyin tark etilgan dedi. Ondan men ikki o'tkini tortib qo'yishga tamshalsam, uni qo'yib qo'y. Men o'tkimni tahorat ustiga kelgan deb ikki o'tkiga masah qildi. Ondan biz o'g'limizga minib kishilarning qishig'iga kelsak, ular namoz o'qib turibdi. Ularga Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu namoz o'qiyotgan ekan. U bir rakat namozni o'qib bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning keyinini kelganini eslab, keyiniga chiqib tamshildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qiyvergan deb ishorat qildi. U kishilar namozni o'qib berib, salom berganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turdi. Men turdim. Biz ilgari o'qib bo'lgan bir rakat namozni o'zimiz o'qidik. 587, 588, 589 hadis. Muayyidet ibn Şu'bat radhiyallohu anhu mundaqdaydi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat edib, cheksiga, sallasiga, ikki o'tkiga masah qilgan edi. 590 hadis. Bilal radhiyallohu anhu mundaqdaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat edib,
ikki o'tkiga va ro'milga, ya'ni sallasiga masih qilgan edi. 127 bab. Ikki o'tkiga qilingan masihning muddati. 591, 92 ve 93 hadisler. Şurayh rahimahullah mundaq deydi. Men Ayşe radhiyallohu anhadan ikki o'tki masih qilish to'g'risida so'rasam, u menga sen bu masala to'g'risida Alidan so'rgan dedi. Ondan men Ali radhiyallohu anhudan ikki o'tki masih qilishning muddati to'g'risida so'rasam, u menga mundaq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musafir kishi 3 kecha kunduz, muqim yurtda turgan kishi 1 kecha kunduz tahorat ustiga kiygan o'tkini solmay masih qila oladi deb vaqt belgilab bergan dedi. Aşı müddet toşqanda silib putunu yuydu. Bu hadisni Ahmad, Muslim, Buxari, bu ikkisidan keyingi 4 kitob Ibn Ibban, Tabrani, Abu Ya'la, Darqutni, Bazar, Abu Nuaym, Awrudi, Ibn Asakir, Abu Bakr Nisabullar, Ali, Xuzayma, Avf, Usama, Birra'i, Jarir, Safvan, Mughayra, Ya'la, Abu Bakr, Anas, Ibn Umar, Bilal, Abu Hurayra, Malik ibn Said ibn Maryam, Khalid ibn Arqad, Yassar, Amr ibn Umayya radhiyallohu anhulardan sahih mutawatirdir. 128 bab. 5 vaqt namozning hammasini bir tahorat bilan o'qishning to'g'risida. 594 hadis. Burayt radhiyallohu anhu mundaq deydi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka fatih qilgan kuni 5 namozni bir tahorat bilan o'qigan va ikki o'tikka masih qilgan edi. Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga "Siz bugun burun qilib boqmagan bir ishni qildingizmi?" deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ey Umar, men uni qasddan shunday qildim" degan. Ya'ni ummatga durust qilish uchun shunday qilgan. Muslim 15 hadis, Tirmiziy 56 hadis, Nasai 133 hadis, Abu Dawud 17 hadis, Ibn Majah, Ahmad Darimi tutgan. 129 bab. Tahorat alg'uchining va boshqalarning najislikqa shak qilingan qo'lini yuvishdan burun qochoq silishning makruhligi. 595, 596, 597 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlar uyqusini uyg'ongan chog'da qo'lini 3 qatim yuvmoqcha qochoq salmasin. Chunki u qo'lining kechisi nima turganini bilmaydi." Malik, Shafiy, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Tirmiziy, Abu Dawud, Ibn Majah. 598, 599 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlar uyqusidan uyg'ongan chog'da qo'lini qochoq silishdan burun 3 qatim yuvsin. Chunki u qo'lining kechisi nima turganini bilmaydi." Malik, Shafiy, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Tirmiziy, Abu Dawud, Ibn Majah. 130 bab. İhtiyalab qo'ygan qochining hukmi. 600-601 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlarning qochida 2 suv ichib qo'ysa, uni to'kitib, ondan qochini 7 qatim yuvsin." Muslim, Nasai. 602 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlarning qochida 2 suv ichib qo'ysa, u qochini 7 qatim yuvsin." 603, 604 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlarning ihtiyolab qo'ygan qochisining paklanishi qochini 7 qatim yuvishdir. Avlaraqi qochini qumlab, tuvi bilan yuvishdir." Buxoriy, Muslim, Malik, Bayhaqi, Nasai, Ibn Majah. 605, 606 hadis. Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam itlarni o'ldirish buyruq bo'lib, ondan ularning itning ishi bilan nima ishi deb, ondan o ishtiga qo'y chorvani qo'daydigan itqa, ziroatlarni qo'daydigan itqa ruxsat qilib mundaq degan: "It qochini yalab qo'ysa yoki bir tarafdan tili bilan suv ichib qo'ysa, 7 qatim yuvib, 8-da to'pi bilan tatlab qo'yinglar." Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah. 131 hadis. To'xtaq suvga tahorat qilishni cheklash. 607 bab. 607 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xtaq suvga tahorat qilishni to'sgan. Muslim, Nasai, Ibn Majah tutgan. 608 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlar oqmaydigan, doim jim turadigan to'xtaq suvga tahorat qilmasin. Ondan u suvda qo'zg'alib yuvinib qoladi. So'ng uni o ishni qilmasin." Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasai tutgan. 609 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sen oqmaydigan, doim jim turadigan to'xtaq suvga tahorat qilma. Ondan u suvda qo'zg'alib yuvinib qolasan. So'ng o ishni qilma." 132 bab. To'xtam suvda g'usl qilib yuvishni cheklash. 610 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlar oqmaydigan to'xtam suvda junublikdan g'usl tahorat olmasin.
Ular "Ems qanday qiladi?" deganda Abu Hurayra radhiyallohu anhu suvni biror narsada ilib yuyinadi dedi. 133 bab. Suyudikka o'xshash nijosatlarni masjiddan yuvib tozalatishning vojibligi. Nijosat tushgan zaminni ko'lab ilib etmasmi, ustiga suv qo'yibsa pokiz bo'lganlik to'g'risida. 611 hadis. Abu Hurayra Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi. Bir Arabiy masjid taraf qilib qo'ydi. Kishilar uni etlab urmoqchi bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. Uni qo'yitinglar, kichiklarni yüzüp qo'ymanglar. Ondan u pora bo'lganda qavmidan bir kishini bir chelak suv ilib kelish buyurdi. Ondan u suvni sudik ustiga qo'yibdi. 612-613 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi. Bir chog'da biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan masjid edik. Bir Arabiy kelib, uyga turiblar masjidga kichik tarat qilishga boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sabiri, "Oy, to'xta" deyishib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni qo'yitinglar, kichik taratni uzib qo'ymanglar dedi. Ular uni tarat qilib bo'lsa qo'yib qo'ydi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni chaqirib, "Haqiqatan bu masjidlar nejis narsaga, nejis suylikka, hojatxona qilish hargiz loyiq emas. Bu ishing durust emas. Jazman masjid degan Qur'on o'qish uchun, Allohni azab zikr etish uchun, namoz o'qish uchun silingan" deb qavmidan bir kishini buyurdi. Bu kishi bir chelak suv ilib kelib, suydik ustiga suv qo'yibdi. Ahmad, Buxoriy, Muslim, Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq deydi. Bir Arabiy masjidga kichik tarat qilib qo'ydi, kishilar uni eplab urmoqchi bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga mundoq degan. Uni qo'yitinglar, uning suvdagi ustiga bir chelak suv to'kitinglar. Haqiqatan sizlar oson qilg'ishi qilib avatildinglar. Tez qiyin qilg'ishi qilib avatilmadinglar. Oson qilinglar, tez qilmanglar. U tefa tushunmaydi. Buxoriy. 134 bab. Tamoq yeyishdan burunqi sut emayotgan kichik bolaning suyudikining hukmi va uni qanday quyish. 614, 615, 616 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'a ig'izlantirish uchun texi tamoq yedirilmagan, lekin sut emgan kichik bolaga keltiriladi. Rasululloh ularga barakat tilab, duo qilib, ularni ig'izlantirib qo'yadi. Bir qitim bir kichik o'g'il bola keltirildi. Bu bola Rasulullohning quchog'iga kichik taraf qilib qo'ydi. Rasululloh suv keltirib, suvni suydik ustiga to'kib, uni kiyimidan yuvib etmadi. Yani suydik ustiga suv sepib qo'ydi, xolos. Qiz bolaning suydiki yuyiladi. 617, 618, 619 hadis. Ubaydulloh mundoq deydi. Ummu Qays radhiyallohu anha taqiy tamoq yegan kichik bolasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'a ig'izlantirish uchun kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u bolani quchib o'tirdi. Bola Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kiyimiga kichik taraf qildi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv keltirib, suydik ustiga chechidi, lekin uni yuvmaydi. Suv chechishdan boshqa ish qilmaydi. Buxoriy, Muslim. Abu Abdul Samih Ali radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan. Texi sut emmagan, tamoq yemagan qiz bolaning suyudiki suv bilan yuyiladi. O'g'il bolaning suyudikiga suv sepilsa bo'ladi. Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah. 135 bab. Mani spermning hukmi. 620 hadis. Alqama Aswad radhiyallohu anhu mundoq deydi. Bir kishi Ayşe radhiyallohu anhaning qishig'a ilm olish uchun tushib, attigini kiyimini yuvibdi. Ayşe radhiyallohu anha uningga, "Agar o'likni ko'rsang, shu manining o'rnini yuvarsang kifoya bo'ladi. Agar o'likni ko'rsang, uning atrofiga suv sepsang bo'ldi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kiyimidan manini tatlab chiqarib etdim. Ondan shu kiyim bilan namoz o'qiyverdi" dedi. 620, 621, 623 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundoq degan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kiyimidan manini tatlab chiqarib etdim. Ondan shu kiyim bilan namoz o'qiyverdi. 624, 625 hadis. Amru mundoq deydi. Men Sulaymondan kiyimi yo'q qolgan mani yuylamdi yoki kiyim butunlay yuylamdi deb so'rasam, Sulaymon ibn Yasar radhiyallohu anhu mundoq deydi. Men Ayşe radhiyallohu anhadan kiyim yo'q qolgan mani to'g'ri so'rasam, u mundoq degan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kiyimidan manini yuvib etdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kiyimidan mani yuvgan suvning asri nemlik bor holatda namoz o'qiydi. Buxoriy, Muslim. 626 hadis. İbn Şihab mundoq deydi. Men Ayşe radhiyallohu anhaning qishig'a ilm olish uchun tushib, shu kecha kiyimim ishida ihtilom bo'lib qoldim. Ondan men kiyimlarimni chelib suv bilan yuvdim. Bu ishimni Ayşe radhiyallohu anhaning ayol xodim ko'rib qolib, Ayşe radhiyallohu anha xabar qildi. Ayşe radhiyallohu anha menga kishi va chaqirtib, kiyimlaringni yuvishing nimsab bo'ldi dedi. Men o'quvchi uyqusi ko'rgan narsani ko'rdim, men ihtilom bo'lib qoldim desam, u menga kiyimingda o'likni ko'rdingmi dedi. Men yo'q desam, u
Agar biror narsani yana sipirimni ko'rsam, uni yuysan. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kiyimini qurib qolgan mening tumuqim bilan tatlab chiqarib ketdim dedi. 136 bab. Qonning nejisligi va uni qanday yuyish to'g'risida. Abu Bakrning qizi Asma radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Bir ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan: "Ey Allohning elchisi, qani deb boqsizlar, birimizning kiyimiga hayz qan tegib ketsa, qandoq qiladi?" deb so'raganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlardan biringlarning kiyimiga hayz qan tegib qolsa, uni tatlab chiqarib deb, ondan suv bilan yuvsa, ondan shu kiyim bilan namoz o'qiyverdi." 137 bab. Suyudikning nejisligi va uni saqlashning vajibligi to'g'risida. 629-630 hadis. Ibn Abbas Abu Umama radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki qabrining endi bundaq degan. Haqiqatan bu ikkisi qabrasi azoblanmaydi. Ular amaliyotda cho'ng gunoh kabir to'g'risida azoblanmaydi. Birisi bo'lsa suyudikdan saqlanmaydi. Yana birisi so'xanchilik qilib gap-so'z to'shaydi. Mana bular shu sababdan azoblanmaydi. Ondan bir tal yo'l xorma tayqin ilib ikki pora qilib her bir qabriga bir daldan sanjib qo'ydi. Ular: "Ey Allohning elchisi, nima uchun bunday qildilar?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Bu ikki tal tayoq turib qolmasalar, ulardan azob yengilishi mumkin" dedi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, 4 kitob, ya'ni Tirmiziy, Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah to'plam. Sahih.